semiz bo'lsangiz, bu tezroq o'shani ketkazishga harakat qilish kerak. Yog'lar shunaqa narsa insulinga sezuvchanlikni pasaytirib yuboradi. Mushaklar bu qondagi glyukozani yoqib beradigan asosiy organlardan biri hisoblanadi. Qandli diabetni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Mana shu, ya'ni mushak massasini tanada kamayishi va mushaklarni kam ishlatilishi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Tursunov Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokoriman. Ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiq sahna diabeti bor bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Bugun sizlarga kuzatuvchilarimizdan ko'p tushgan savollarga javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, video siz uchun manfaatli bo'ladi. Birinchi savolimiz bu kuzatuvchilardan tushgan: sahna diabet bo'lmaslik uchun oltin qoida o'zi nima? Nimaga e'tibor berish kerak degan savol tushdi. Oltin qoida o'zi aslida ikkitani tashkil qiladi. Bu birinchisi sizda yog'lar miqdorini tanada kamaytirish. Ya'ni bu degani, agar sizda ortiqcha vesangiz yoki semiz bo'lsangiz, bu tezroq o'shani ketkazishga harakat qilish kerak. Yog'lar shunaqa narsa insulinga sezuvchanlikni pasaytirib yuboradi va bemorlarda insulinga sezuvchanlik pasayishini o'zi analiz topshirmasdan ham bilsa bo'ladi. Bu terini quruqlashlari va terini qorayishlari, mana buklanadigan sohalar, bo'yin sohalari, qo'ltiq osti sohalarini me'yordan ortiq qorayishi va bundan tashqari papillomalarning chiqishi, tanada bo'yin sohalarida ko'proq yoki o'sha jinsiy sohalardan, qo'ltiq osti sohalardan papillomalarning chiqishi. Belgilar qandli diabetni boshlang'ich belgilari hisoblanadi. Buni ko'pchilik e'tibor berishmaydi. Buni har xil mazlar, kremlar, vitaminlar bilan ichib to'g'irlashga harakat qilib ko'rishadi. Lekin buni asl negizida insulin qonda balandligi, unga sezuvchanlik pasayib ketishini ilk alomatlari hisoblanadi. Va ikkinchi oltin qoida bu tanada mushak massasini ko'paytirish. Mushaklar bu qondagi glyukozani yoqib beradigan asosiy organlardan biri hisoblanadi. Glyukoza bu sahrdir. Mana shu glyukozani ishlatilmasligi bu qandli diabetni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Mana shu, ya'ni mushak massasini tanada kamayishi va mushaklarni kam ishlatilishi. Buni to'g'irlashni o'z navbatida yo'llari bor. Ya'ni tana massasini kamaytirish, ya'ni yog'lar hisobiga bu. Agar siz semizlik bo'lsa, uni nimadan kelib chiqarligini endokrinolog bilan maslahatlashib to'g'irlashingiz kerak va albatta aktiv sport bilan shug'ullanish, aktiv hayot tarziga qaytishingiz kerak. Shuni hisobiga sizdagi o'sha ortiqcha keraksiz yog'lar miqdori ham chiqadi va qondagi o'sha glyukoza ham normallashishni boshlaydi. Kuzatuvchilardan tushgan ikkinchi savol: ko'p shakar yesam qandli diabet bo'lib qolamanmi degan savol tushgan. Yo'q, siz shakar bilan bog'liq emas bu narsa. Ya'ni bir xillar kelishadi. Ertalab topshirgan analizida normadan baland bo'lsa, kechasi shu shakar yegandim yoki shirinlik yegandim, ko'proq ovqat yeb qo'ygandim, non yeb qo'ygandim, shunga baland chiqqan bo'lishi mumkin deb o'zlarini ovutishadi. Aslida bu narsa noto'g'ri tushuncha. Agar sizda haqiqatan ham och qorin yuqori chiqdimi, bu sizda sahna diabet moyilligi bo'lib kelyapti yoki sahna diabet o'zi bor. Siz qancha shakar yeyishingizdan qat'iy nazar, ya'ni 1 kilo yeysizmi, 10 kilo yeysizmi, bu sizda sahna diabetni keltirib chiqarmaydi. Siz yegan shakar, o'sha shirinliklar bo'ladimi? Siz bu kaloriyani agar siz yo'qotib bersangiz, organizmga keraksiz yog' sifatida to'plab bermasangiz, u sizda qandli diabetni keltirib chiqarmaydi. To'g'ri topshirishda analizda oxirgi yegan ovqatingiz 8 soatdan ko'p bo'lsa bo'ldi. Bu yerda aniq shirinliklar, yog'lar yoki boshqa mahsulotlarni cheklash kerak degan tushuncha yo'q. O'shaning uchun siz necha kilo shakar iste'mol qilishingizdan, nima ovqat yeyishingizdan qat'iy nazar, bu sizda to'g'ridan to'g'ri ertangi kuni qandli diabetni keltirib chiqarmaydi. Siz ortiqcha shakar iste'molini surunkali ko'paytirib, surunkali ravishda sizda ortiqcha vez hisobiga oshqozon osti bezingizni charchatib, keyin qandli diabetni o'zingizda orttirib olishingiz mumkin. Bemorlardan kelgan 3-savol: qandli diabet belgilarini qanday bilsak bo'ladi? Analiz topshirmasdan o'zimda qanday qandli diabet borligini oldindan sezsam bo'ladi degan savol tushgan. Qandli diabetni asosiy belgilari, bu klassik belgilar
3 tani tashkil qiladi. Bu birinchisi terini quruqlashishlari. Bemorlarda sababsiz teri quruqlashishlari, teri qichishlarini bo'lishi va terida har xil papillomalar bilan birga kelishi, keratomalar bilan ketishi bu klassik belgilardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi bu bemorlarda chanqash hissini ko'p bo'lishi. Ya'ni o'sha buni fasllar bilan bog'lab ko'rishadi, kasbi bilan bog'lab ko'rishadi, lekin tez-tez chanqash hissini doimiy bo'lishi. Keyingisi bemorlarda tez-tez hojatga chiqishi, kechalari bilan bezovta qilishi. Chunki ortiqcha qand miqdori siydik bilan chiqqanda o'zi bilan birgalikda siydik yo'llarida bakteriyalarning ko'payishiga, ya'ni sistitlarni tez chaqirishi va glyukoza konsentratsiyasi yuqori va kam bo'lsa ham bu bosimni ko'paytirish hisobiga bemorlarni kichkina hojatga tez-tez chaqirishini keltirib chiqaradi. Bemorlardan kelgan navbatdagi savol bu qandli diabetda birinchi turi va ikkinchi turi qanday farqlanadi, qanday diagnoz qo'yiladi degan savol tushgan. Qandli diabet birinchi, ikkinchi turning farqi bu qondagi insulin bo'lishi va bo'lmasligida farqlanadi. Faqat shu. Ya'ni birinchi tip saharli diabet bu insulinga muhtoj turi deb ataladi. Bemorlarda oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarmaydi yoki ishlab chiqarsa ham u juda ham kam bo'ladi, organizm uchun yetmaydi. Shuning uchun birinchi tip bemorlariga har doim ham insulin bilan назначение qilamiz. Ikkinchi tur bu insulinga bog'liq bo'lmagan turi ham deb ataladi. Ya'ni bemorlarning ko'p qismida o'zini oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqaradi va bu bemorlarga ko'p holatlarda insulin kerak bo'lmaydi va tabletkalar, parhezlar bilan yaxshi yurishadi bu bemorlar. Bularning farqi o'sha yuqorida aytganimdek, qonda oshqozon osti bezi ishlab chiqarilgan insulin bo'lish va bo'lmasligida farqlanadi. Ko'pchilik shunaqa noto'g'ri diagnozlarni ko'ramiz. Yoshga doir taxminan diagnoz qo'yilib o'sha lecheniyalar boshlashadi. Ya'ni o'sha 10 yoshli bo'lsa, 15 yoshli, даже misol 25 yosh bo'lsa ham birinchi turni qo'yishadi-da, birdan insulin yozib berishadi. Lekin saharli diabetda kam uchraydigan turlari ham bor, MODA, LADA degan turlari ham bor. Ya'ni MODA turi bu o'sha yoshlarda kattalar qandli diabeti deyiladi. Yoshlarda ham, ya'ni qandli diabetda ikkinchi turi uchrashi mumkin. Shuni aksi holati kattalarda qandli diabetda birinchi turi ham uchrashi mumkin. Buni LADA turi deb ataladi. Ya'ni oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarmaydi. Bularga demak zudlik bilan insulin terapiya kerak bo'ladi bu bemorlarga. Bu sizda qaysi turligini albatta endokrinolog bilan maslahatlashib, siz to'g'ri taktika olsangiz, o'shanda qondagi qand miqdori normaga keladi. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda yoki qarindoshingizda qandli diabet aniq bor. Agar sizda qandli diabet bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki qondagi qandni tushirish bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, bizning klinikamizda bu to'g'risida check-up amaliyotlari o'tkazilib kelyapti. Bu check-up orqali hozirgi kunda mingdan ortiq bemorlarga yordam berib kelmoqdamiz. Bu bizlarda qandli diabetda nimadan kelib chiqqanligi, oshqozon osti bezini qanaqa ishlayotganligi, buyrak, yurak faoliyati, jigar faoliyatlarini kompleks tekshirib, har bitta bemorga individual yondashib kelmoqdaman. Bu check-up orqali siz oshqozon osti bezingiz insulin ishlab chiqarilayotganligini, buyrak faoliyatingiz, jigar faoliyatingiz va qondagi qand miqdoringiz qanchaligini to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Va bu ma'lumotlar asosida har bitta bemorga alohida parhez tayyorlanadi va alohida dorilar buyuriladi va sport va to'g'ri hayot tarzi to'g'risida tushunchalar beriladi. Agar sizda ham quyidagi muammolar bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali qabulimga yozdirishingiz mumkin. Keyingi kuzatuvchilarimizdan kelgan savol bu qandli diabetda asal iste'mol qilish mumkinmi? Asal immunitetni oshirar ekan, asal bu kuch-quvvat berar ekan, foydali bo'lishi mumkinmi degan savollar kelgan. Qandli diabetda asal iste'moli mutlaq mumkin emas, chunki asal bu polisaxaridlarga kiradi, ya'ni tarkibida ikkita uglevod, ikkita shakardan hosil bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Ya'ni siz agar asal iste'mol qiladigan bo'lsangiz, qoningizdagi qand miqdorini 2 baravardan ko'p miqdorda oshirib yuborishi mumkin. Asalda qaysi turligidan qat'iy nazar, bemorlar aytishadi, Rossiyaning asali yoki Yevropaning asali yoki qaysidir guldi asali bu unaqa foydali ekan, saharga ta'sir qilmaydi deydi, lekin ularning hammasi bu miflar, yolg'on ma'lumotlar hisoblanadi. Asallarning hammasi polisaxaridlarga kiradi. Ya'ni tarkibida 2 xil uglevodlardan tashkil topgan murakkab uglevodlarga va juda tez qonga so'riladigan uglevodlarga kiradi. Asal iste'mol qilib siz o'zingizni immun sistemangizni faollashtira olmaysiz, naborat immunitetni susaytirasiz. Chunki qondagi qand miqdorining oshishi siz uchun eng kuchli zahar hisoblanadi. Ya'ni qandingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha immun sistema zaiflashadi. Qon
tomirlaringiz mo'rt bo'lishni boshlaydi, ateroskleroz kelib chiqadi, nerv sistemangiz zararlanadi. O'shaning uchun asalni qaysi turligidan qat'iy nazar bu sizga hech qanaqangi foyda olib kelmaydi. Bu sahringizni oshirib, ichki a'zolaringizni zaharlanishiga, buyraklarda polineuropatiya kelib chiqishiga va diabetik ensefalopatiya, nervlarni zararlanish, injiq bo'lib qolishi bemorlarda xotirasini pasayib ketishi, bundan tashqari o'sha kayfiyatini doimo o'zgaruvchanlik bo'lishi, tushkun kayfiyatlarni bo'lishi bu o'sha sahrni diabetning asoratlari hisoblanadi. Shuning uchun siz agar immun sistemangizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, qandli diabetda birinchi navbatda qondagi qand miqdorini normaga olib keling. Normada bo'lsa, organizm o'zi uchun immun sistemasini faollashtirib oladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, asal mutlaq mumkin emas. Bu videoni asal iste'mol qilib yuradigan tanishingizga hoziroq yuborib qo'ying. Agar qandli diabeti bo'lsa, o'zi asal iste'mol qilib yurgan bo'lsa va sizga ham tavsiya qiladigan bo'lsa, u do'stingiz sizni aniq zaharlab yuribdi va o'zini ham zaharlab yuribdi. Keyingi navbatdagi kelgan savol, qandli diabeti bor odam birovga qon bersa, qon olgan odam qandli diabet bo'lib qolmaydimi degan savol tushgan. Ya'ni qandli diabetda bemor qonni birovga bersa bo'ladimi degan nazarda savol bergan. Albatta bersa bo'ladi. Bunda qand kasalligi, qandli diabet u bemorga o'tib qolmaydi. Chunki qondagi qand miqdori juda ham miqdori past hisoblanadi. Oddiygina shakar misolida men tushuntiraman, qand misolida. Sog'lom odamda o'rtacha 70 kilo odamda 5 litr qon bo'ladi. Uni tarkibida bor yo'qi mana shu 5 litr ichida bitta qand bo'lagicha bizlar shakar saqlaymiz. Qandli diabetda 6/1 ga nisbatan hisoblanganda agar u miqdori 10 bo'lsa, deylik mana shu qanddan ikkita bo'lak bor va bu bemorda 5 litr qonda hisoblanyapti. Bemor uzog'i bilan yarim litrgacha qon berishi mumkin donor sifatida. Bu degani 10% qismida qonini berishi mumkin. Va bu mana shu qand bo'lagini 10dan 1 qismi miqdorida shakar u bemorga berilishi mumkin. Bu juda ham kam miqdorda hisoblanadi va qand miqdoriga umuman ta'sir qilmaydi. Va ikkinchidan, qandli diabet bu qondan qonga o'tmaydi. Ya'ni bu virusli infeksiyali kasallik hisoblanmaydi. Buni asosiy kelib chiqishi boshqa mexanizm hisoblanadi qandli diabetda. Albatta qandli diabeti bor bemorlar ehtiyoj bo'lganda tanishlariga qon albatta resurs faktorlari to'g'ri kelsa, qo'rqmasdan berishlari mumkin va qandli diabeti bo'lmagan odam ham qo'rqmasdan qandli diabetdan qon olishi mumkin. Navbatdagi kelgan savolimiz bemorlardan, tanishimda qandli diabet bor, yaralar tez chiqadi, lekin yaralari juda sekin bitadi. Buni sababi nima degan savol bergan. Qandli diabetda yaralarning kelib chiqishi bu to'qimalarda bitish faoliyati susayishidan kelib chiqadi. Ya'ni moddalar almashinuvi barcha to'qimalarda susayib ketadi. Biz bilamizki, yarani bitishi uchun u yerda faol moddalar almashinuvi ketishi kerak. Fibrinlarning hosil bo'lishi, organizmning immun sistemasi faol ishtirok etadi o'sha yaralarning bitishida. Qandli diabetda bu funksiyalar ancha pasayadi. Shuni hisobiga yaralar juda uzoq vaqtni talab qiladi. Bu yerda ortiqcha qand miqdori xuddi zaharga o'xshab yarani bitish prosesini to'xtatadi. U yerga keyin infeksiyani tez tushib, biz bilamizki, infeksiya bu shirin joyda, glyukoza bor joyda yaxshi ko'payadi va yaraga tushgan infeksiya bu yerda yallig'lanish prosesini 2-3 barobarga kuchaytirib yuboradi. Siz qandli diabetingiz bo'lsa agar, yaralaringizni tez bitish uchun birinchi navbatda qondagi qand miqdorini normaga olib kelishingiz kerak. Bu yerda qanaqadir mazlar yoki qanaqadir vitaminlar sizga yordam berish juda qiyin bo'ladi va o'zingizni ancha qiynaysiz. Birinchi navbatda o'sha endokrinolog bilan maslahatlashib, qondagi qand miqdorini tushiruvchi aniq bir davo lecheniyadan qilsangiz, bu sizda o'sha asoratsiz yaralarni infeksiyalanmasdan, organizmingizni toksinlar bilan zaharlanmasdan o'z vaqtida tuzatishingiz mumkin. Bemorlardan kelgan navbatdagi savol, antiqa savol, ya'ni qandli diabet bu zamonaviy kasallikmi yoki qadimda ham bo'lganmi bu kasallik degan savol tushgan. Albatta qandli diabet bu Ibn Sino vaqtida ham
bo'lgan kasallik va Ibn Sino ham o'zining bir nechta ta'limotlarida qandli diabet haqida ma'lumotlar va qanday qand miqdorini qanday tushirish usullari haqida yozib ketilgan va bu hozirgi kunda qandli diabet juda ham avj olib ketdi. Buni hozir tilda aytsak zamonaviy kasallik desak ham bo'ladi. Bu даже mana 90-yillarga keladigan bo'lsak, bu juda ham kam bo'lgan. Hozirgi kunda bu o'zi mana Yevropa xalqida, Amerika xalqida bu har 5 ta aholidan bittasida aniqlanadigan kasallik bo'lib qoldi. Chunki bu kasallik hayot tarzi bilan juda ham chambarchas bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Hozirgi bizning zamonaviy hayotimiz kam harakatlilik, ko'p energiya iste'mol qilish, har xil sun'iy shirinliklarni iste'mol qilishlik va stress bu juda ham ko'paygan holat hisoblanadi va qandli diabetni keltirib chiqaruvchi mana shu yuqoridagi faktorlar hammasi hozir bittada namoyon bo'lyapti. Har bitta bemorda bu yosh tanlamaydi, qandli diabet, jins tanlamaydi, irq tanlamaydi. Qaysidir odamda o'sha hayot tarzida o'zgarish bo'lsa, qandli diabet bu xohlagan yoshda kelib chiqishi mumkin. Ya'ni semizlik bo'lishi, kam harakatlilik bo'lishi, doimo stressda bo'lishi, to'g'ri ovqatlanmaslik yoki boshqa endokrinologik kasalliklarni bo'lishi qandli diabetni keltirib chiqaruvchi eng kuchli faktorlardan biri hisoblanadi. Ha, albatta, qandli diabet oldindan ham bo'lgan, lekin miqdori kam bo'lgan, lekin hozirgi kunda bu zamonaviylashib ketgan va har bir 5 ta aholimizda bittasida topiladigan kasallik hisoblanadi. Bu yildan yilga kuchaysa kuchayadi, bu kamaymaydi. Chunki bizning xalqimiz juda ham ko'pchilikda harakat kam, buni harakat ko'paytirishga harakat qilmaydi ortiqcha vez. Ya'ni qandli diabet qadimdan ma'lum bo'lgan kasallik va hozirda juda ham ko'paygan zamonaviy kasalliklardan biri hisoblanadi. Bugun sizlar bilan qandli diabetda eng ko'p uchraydigan savollar to'g'risida gaplashdik. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin va videomizga like bosing. Bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Va o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.